Xo'sh, tugatdik, hurmatli obunachilar. Yana bitta ustunlik joylarga kelganmiz. Bugungi manzilimiz Jizzax viloyati Sardoba tumanida biz xudo xohlasa. Aka, Sardoba bu qayerida? Sardobani qayer edi bu? Oqoltin. Sardoba Oqoltin betonkani yuzidan yurasizlar-ku. Birinchi o'ng qo'ldagi mahalla. Xo'sh, ko'ringlar xonaga tushganlarga bitta video obzor qilib beramiz. Mana bu hovlidan ishiga kirishingiz bo'ladi. Pollar qilingan, shkaf ko'ringlar. Mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Uzunasiga 240 shkafimiz, balandligiga 215, 220, plus minus 200 cm bo'ladi. Xo'sh, laminatdan bo'lishini aytdik. Ruchkachalarini qarang. Mana bu bilan mana bu tillarang ikkalasiga rosa ham bir-biriga mos. Agar xohlasangiz yo'q aka, menga bu tillarang yoqmaydi, kumush rang qilib bersangiz, kumush rangi ham bor, kumush rangidan ham nasib ko'rsatib o'taveramiz. Mana sizga ichki qismi. Tepada shapka polkamiz bor, ikkita vishilka qilib berganmiz. Mana bu sizga oshxonalar ham 4 tadan bo'ladi. Ichlari rovni 50 cm ligini aytib o'tamiz. Xo'p, eshiklari vakuumli. Aka, ukajon, menga vakuumli yoqadi, vakuumli qilib bera qol deganlariga ko'rasizlar, mana bu o'zi yopiladigan vakuumlidan nasib qilib berganmiz. Ikkita chekkasi kiyim ilish uchun mana bu yerda ham baribir. Bir marta ko'rsatib o'taylik mana. Xo'p, ikkinchi varianti, xohlasangiz bu yerda tagida polkali varianti ham bor. Unisini ham qilib beraveramiz. 100% hamma narsasini eshiklarda vakuumli qilib berganmiz. Tagida ikkita tortmacha, tortmaning kattaligini hisobiga ikkitadan ruchka qo'yilgan. Bizdan olasiz, boshqadan olasiz, farqi yo'q. Do'konga borasizmi yo sexdan zakaz qilasizmi, через internet zakaz qilasizmi, ukajon, mana shu tortma deysiz, tortma katta bo'lsa, 60 cm dan katta tortma bo'ladigan bo'lsa, ikkita ruchka qo'ydirtiring. Ruchka unaqa arzimagan pul turadi. Baribir o'shanaqa ruchka qildirganingiz ma'qul. Ikkitali. Xo'sh, tepasini ko'rsatamiz. Mana yuqorisi polkalar bo'ladi. Polkalarni ham hisobini olasizlar. Xo'p, tepa ikkita polkasi bor. Mana bu yerda tagida tortmasi borligi uchun ikkita polka qilingan. Endi mayda qilishimiz ham mumkin. Sal orasini zichroq qilib ikkita shunday qilib berishimiz ham mumkin. Yana dabavka, lekin ancha kam bo'lib qolib, narsalaringizni qo'ya olmay qolishingiz mumkin. Oynalarni ko'ringlar, oynalarni ham artib, tozalab, choylab qo'ydik. Mana yo'nlari charxlangan bo'ladi. Qo'llarini kesib ketmaydigan variantidan. Tepada mana plafonlari, ya'ni svech yonib turadi kechqurunga. Svetelnik vazifasini bajaradi. Mabodo kelajakda bolali bo'lasiz, boshqa narsa bo'lasiz, sizga tayyorgina svetelnik. Xo'sh, menimcha shkaf hamma narsasini ko'rsatdik. Ana endi baratulasiga spalniyaga o'tamiz. Spalniya uzunasiga 2 ga 170. Har doimgidek matras razmer. Xo'p, matras bo'ladi. Xohlasangiz matrasli, bez matrassiz, bez matras mana bunday bo'ladi. Qaranglar. Bez matrasni sizga qulay tarafini aytib o'tay. Tagi dispi, ustida machalka. Matrassiz bez zatkaz, matrasni ham qilib beraveramiz. Uni ustidan muammosi yo'q. Sizda xohishingiz. Xo'sh, nima bo'lyapti? Akam aytayapti, aka, to'g'risi mana matrasga o'tishni yaxshi ko'raman. Matras ma'qul edi, lekin meni belimda grijam bor dedilar. Endi qaranglar, nima bo'lyapti? Matras olasiz. Matras baribir kelajakda qachondir cho'kib ketadi. Endi 2 yil o'tar, 3 yil o'tar. Keyin belingiz mana bunaqa chuqurchada yotganingizdan keyin belingiz grija bo'lmasin avvalo. Bo'lib qolsa, mabodo o'zingiz grija orttirib olgandirsiz, balkim shundan bo'lar. Endi avvalo xudo qolgani. Mabodo grija bo'lib qolsangiz, nima qilasiz? Dori-darmon qilasiz, doktorga borasiz, boshqa narsa deysiz. Oxir doktor nima deydi? Aka, mana shunaqa qattiq taxtani ustida yoting deb aytadi. Undan ko'ra keling, shuni olib qo'ya qoling. Undan ham budjet qistingizga ekonom bo'ladi, ham sog'lig'ingizga ekonom bo'ladi. Ko'ring, o'zimiz mebelchimiz, nechta usta bo'lsak, nechta shu mebelda ishlaydigan bolalar bo'lsak, darcha ustiga uni machalkasini qo'ymasin turib, o'sha dispisini ustiga 2 qavat ko'rpacha solib yotamiz, ya'ni qattiqqina mazza qilib yotamiz. Endi qolgani eg'i o'zingizning qistingizga havola. Xo'sh, bolt gaykalariga olingan bo'ladi, yonlari plasmas poxa bo'ladi. Mana bu bosh tomoni. Xohlasangiz agar mana bir ranglardan tanlov bor, xohlagan rangingizdan qilib berilaveradi. Menimcha spalniyasini hamma narsasini tushuntirib o'tdim. Mana tumbichkasi sizga, tumbichkasi mana bunday holatda bo'ladi. Ikkita tumbichka. Bir gap aytaymi? Biz ham odam, biz ham adashamiz. Har bitta videoni ko'rib, "Voy, mana bu yerni bangillatdik, mana bu yerni portlatib yubordik, mana bu yerni zo'r qildik." Yo'q, biz ham banda. Xo'p, nima bo'lgan adashmovchilik? Mana bir qaranglar. Tumbichkamizning orqasiga qoqiladigan faneri qop kitilgan. Endi nima bo'lyapti? Akajon, shunaqa yulduz usti ekan. Pochta qilib jo'natib yuborsak maylimi? O'zi shuni, o'zingiz ham endi bar erkak kishisiz, xohlasangiz bo'ladimi aka desam, aka men bo'ldi ukajon, muammosi yo'q dedi, xudo xolasa. O'zi pochta qilib bu yoqqa jo'natildi, biz ishimiz bitkazib bo'ldik, o'zi oxirini bitkazib teramiz deganimizni esimizga tushib qoldi, qidirsak yo'q. Sardoba tumanida biz o'zi akamga tushuntirib aytdik, aka shunaqa qilsak bo'ladimi, imkon bo'lsa desak, akam ukajon bemalol men sizlarga ishonaman dedilar, через internet zakaz qilishgan buni ham. Ko'rdim shuncha ishlaring, internetda ko'rib boraman, postoyanno siladi. Ishlaringga balli, uka, rahmat. Shuncha narsani qilyapsizlar. O'sha aytgan narsam keldi, o'sha narsa bo'ldi. Faqat endi beayb parvardigor deymiz-ku, bizda ham baribir kamchilik, kamkusti bor. Jo'natib beradigan bo'ldi, akam o'zlari shunday keyin maqta qoqayotgan bo'ldilar. Hozir adashmasam o'zi yo'lga chiqib pochta qilib jo'natishgan.
Xo'sh, tumbuchkalarni hamma narsasini aytdik, a? Ana endi tremosga o'tamiz. Tremos uzunasiga 120 bo'ladi. Ko'ringlar, 120 balandligiga 182 metrlar bo'ladi taxminan. To'rtta tortmacha, bitta eshikcha. Kelajakda mana eshikchalari bor. Kelajakda xudo xolasa detskiy shkafcha qilib ham ishlasalar bo'ladi. Endi yaxshi niyat hammamizga nasib qilsa, nasib bo'lsin shunaqa farzandli bo'lish, mana shunaqa detskiy qilib kelajakda ham ishlashlari mumkin. Mana bunaqa endi artistga ketadigan narsa mana. Ko'ringlar, endi bo'lsin artishga ozroq vaqtimiz bo'lmay qoldi. To'rtta tortmacha, tortmani qaranglar. Bo'yatganimizda ikkitadan ruchka qilingan. Endi bitta qo'ysak ham bo'lardi, to'g'risi o'rtasiga yo'q. Ikkita qilib beraylik, ham klientimizga ham ma'qul bo'lsin, o'zimiz ham ko'nglimiz tinch, xotirjam bo'lsin mana. Xo'p, tortmada ikkita ruchkacha bo'lsa, значит ikkita qo'llab ochish kerak. Endi men kameradaman, ilojim yo'q, shuning uchun bittada ochyapman. Ikkita qo'llab ochsangiz, bari yuk solingandan keyin mana bu ham bemalol ochiladi. Ikkita qo'yildimi, значит ikkita qo'lda ochish kerak bo'ladi. Menimcha hamma narsasini ko'rsatdik. Mana qoshlari deymizmi, kelinimiz uchun o'tiradigan stulchiga. Xo'sh, ko'ringlar, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib qolasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqand bo'ylab dostavka, ustomonka xizmatlarini mutlaqo bepul qilib beramiz. Ha, aytgancha mana bu qo'ktibdan. Oy, bo'ydoq akalar bormisizlar? Akam mana dushovoy qo'yibdilar. Hozir dushovoyni ham narxini bir akani o'zidan so'rab beramiz. Nima bo'libdi, nima qo'yibdi. Aka, sherdamisiz, qanisiz? Dushovoy nechi pulga tushdi? 3.600.000. Dastavka hammasi qilib berishdimi? Bo'ldi, mana qaranglar. Shu turishi 3.600.000 mingga. Ishlarni ko'rsataymi endi? Ishlarni o'zlari narsalarni qo'yib qo'yibdilar mana. Tippasida bor, svitelnik hamma narsasi bor. Mana dushovoyga qiziqadigan akalar uchun maxsus video bo'lyapti. Akalar, opalar, ukalar, singillar, kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Dastavka ustomonka xizmatlari mutlaqo bepul. Pastda telefon nomerlarini qoldirganmiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boradiganlar. Jizzax Xo'rom mebellar jamoasi nasib bo'lsa yana bitta ustomonka joylarga keldik. Bugungi vaqtimiz Jizzax viloyati Zarabdor tumani 4-safhozga mebelimizni olib kelganmiz. Xo'sh, yana nima bo'lyapti? Через internet onlayn sotilyapti. Hozir ham tapamiz telefon qilishda, adashmasam Bukadan. Ukajon, biz ham mebel zakaz qilsak bo'ladimi? Через onlayn qilib berganimizdan keyin uxlatib ketmaysizlarmi degan gap so'zlar bo'lyapti. Bizni hozir kim ko'radigan bo'lsa, oldingi videolarimizdan bir ko'rib qo'yinglar. Ko'proq через onlayn bo'lyapti, hozir bilsanglar. Ketish muammo bo'ladi, misol uchun Toshkent shahridan yoki Toshkent viloyatidan yoki mana o'zimiz Jizzaxdan ham ukajon borib o'tirmang. Ishonaman, telefon qilyaptilar, shunaqa zakaz beryaptilar, zakladimiz tashlab beryaptilar. Zakaz ishlamaymiz hech qachon. O'shani unutmanglar. Siz beradigan pulingiz bizga to'g'risi yo'l kiramizga yetadigan xolos pul berasizlar, qolgan narsaga pul bermaysizlar. Qolgan narsani, o'sha dogovordagi narsani uyingizga borib, mebelimiz terilib, chiroyli qilib bo'lgandan keyin qolgan pulni sanab berishlaring kerak bo'ladi. Xo'p, zakaz qilgan narsalaring o'shani o'zida boradi, xudo xolasa. O'sha zakaz qilasiz, o'sha zakazdagi narsalarning o'zida qilib kelishilgan holatda, misol uchun nimaga kelishsa, o'sha narsani o'zida qilib olib borib beramiz. Xo'p, gapni uzoq cho'zmaymiz. Biz ustomonga kelganmiz, ustomonga joylarni, xonalarini bir ko'rsatib, sizlarga o'zimizda tavsiyalarni berib o'tishga harakat qilamiz. Xo'sh, qaranglar, mana bu hovlidan kirib kelish bo'ladi. Mana bu hovlida ikkita deraza bo'ladi. Mana bu uyga kirib kelishimiz bo'ladi. Zalimiz, xo'sh, uzunasiga 6 metr, eniga 3,5 metr bo'ladi. Ana sizga turishi. Xo'sh, troyka qilganmiz, ya'ni 3lik bo'ladi. Mana shu o'rtaga tushadi. Hozir bitgandan keyin videosini ko'rasizlar. Endi servant oladiganlaringda sizlar nimaga e'tibor berishlaring kerak bo'ladi, bir eslatib o'tamiz. O'tgan safar Chilega TV final olib borganmiz, ya'ni o'rtasida televizor qo'yadiganlar, hozir bu televizor qo'yadiganlarimiz bu seriya 3 tasi bo'ladi. Televizor qo'yadiganlar olgan klientimiz, men telefonni qildik, gaplashdik, "Apajon, 3,5 metr joyga chiroyli bo'lib tushadi, ja bo'lsa 340 joyga tushadi" deganman. "Apa bo'ldi ko'jon, olib kelaver, xudo xolasa joyim aniq 3,5, kelasan, chiroyli o'rnatib berasan" deyishgandi. U ham televizordan bo'lgandi. Nima bo'lyapti? Apam keyin olib borganimizdan keyin joylari 330 chiqyapti. Yondan gilamlarni yondan 40 ta turib, 3,5 gilamni yondan 20 sm oldirtirib, 330 qilib gilamlarni qilgan. Endi xona 330 dagi islardan chiqib ketgan. Baribir biz eslatdik, "Apajon, shunaqa, yo'q, bo'ldi ko'jon, aniq" deb chaqirdilar. Kelganimizdan keyin ozroqgina mana bu oyoqlardan kesib tashlagandik. Agar o'tgan videoni ko'rgan bo'lsalaring, mana bu oyoqlardan ozroq peldirga qalta qildirgandik. Imkon bor edi. Hozir bu kelgan joyimizda imkon yo'q. Endi mana shu joyga mana buni mebelni tushirishimiz kerak. Hali joylarni o'lchab ko'rmadik. Menimcha mebelimiz chiroyli bo'lib tushadi. Yana ham ustanovkani qilib sizlarga video qilib berishga harakat qilamiz. Tavsiyamiz, mebel oladigan bo'lsangiz, iloji bo'lsa mana bunday joyga oladigan bo'lsangiz, joyini toshni o'lchab ayting, yerdan o'lchab aytsangiz, xudo xolasa nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Endi mana bu taraflarga ham qo'ysangiz bo'ladi. Endi kelajakda mana bu yerga stol deymiz yoki boshqa narsa deymiz qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu joy xonani ancha tor qilib qo'yadi. Shuning uchun mebelni uyni to'g'risiga qo'yganlaring ma'qul deymiz.
Nasib bo'lsa, ustunovkani biz davom ettiramiz. Bitgandan keyin sizlarga ham yana video qilib beramiz. Olib kelgan narsalarimiz mana shu, xudo xolasa, bitganidan ham bitta video qilamiz. Biz davom etamiz. Xo'sh, xudo xolasa tugatdik. Ustunovka joylarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilda eslatib o'tamiz yana bir bor. Jizzax viloyati Zardo'l tumani 4-sovxozga kelganmiz. Ko'ringlar, mana sizga mebelimizda tushgan holati. Mana shu joydan bitta rasm qo'yib qo'yamiz o'zimiz uchun. Xo'sh, qaranglar, 3,5 metr joyga mana shunday xudo xolasa chiroyli holatda mebelimiz tushadi. Ishlarini ko'rsatamizmi? Mebelimiz MDF dan bo'ladi. Ikkita uchta joyi faqat laminat ishlatiladi mana sizga. Mana bu yerga bitta laminat ishlatiladi, mana bu joyga tepasiga laminat ishlatiladi. Troykaga faqat qolgan joylari hammasi ana MDF dan. Laminat bilan MDF farqi, hurmatli obunachilar, mana MDF ga mana o'yiladi. Shunisi farqi bor. MDF da kuchi shunda. O'yib xohlagan jiloyingizni, ya'ni o'lchovingizni qilsangiz bo'ladi, gullarni chizsangiz bo'ladi. Ishlarni ko'rsatib o'tdik, qaranglar. Zillar plasmas po'xa bo'ladi. Oynasi qalin oynadan qo'yganmiz. Klientimiz zakaziga binoan aka qalin oynadan qilib beramiz deb va'da qildik. Mana qalin oynasidan keldi. O'zi buniki asli qalin oyna bo'lmaydi. Telefon qilganlaringda okajon qalin oyna bilan qilib bersang desangiz, pulga hisob kitobiga ozroqgina pul qo'shiladi. Orqa taraf ko'zgu, yonlarida mana oynalari bor, ikki tarafda ham. Anasi bu sizga yuqori tomoni. Ichlari mana shu holatda bo'ladi, mana ko'ringlar, mana shu holatda bo'ladi o'zi ichi. Xo'sh, stoykalar mana bu qubbalari ham MDF dan. Mana sizga shampan svet rang bo'ladi, hamma uyga tushadigan universal rang bo'ladi. Mana bu o'ymalardan, yana boshqacha turlaridan bor, bemalol tanlab ko'rib olsangiz bo'laveradi nasib. Ikkita chekkasi bir xil, vaqtdan olmagan holatda bitta tarafda o'zini ko'rsatib qo'ya qolamiz. Bu tarafi ham xuddi shunaqa narsa. Ana bu sizga endi o'rtasi. Oynalarni aytmabmiz, ko'rinayotgan qismi oynasi mana bunaqa, ya'ni o'yilgan oyna. Agar yo'q akajon, menga o'yilgan oyna emas, oddiy oyna desangiz, har bitta oynaga 50 ming so'mdan farq qiladi, ya'ni 200 ming so'mga sizga arzonga tushadi. Aytganimizdek oynalar qalin. Bu taraf oyna mana ikkiga bo'lingan bo'ladi. Mana bu palasani ko'ryapsizlar, ikkita oyna bo'ladi. Sababi bu katta, buni olib qilishda imkoni yo'q, shuning uchun ikkiga bo'lib qo'yiladi. Mana sizga ichlari ham. Materiallarni aytib o'tganimizdek MDF dan bo'ladi. Shampan svet rang. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilishga olasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqand bo'ylab dastavka ustunovka xizmatlarini mutlaqo bepul qilib beramiz. Bu aytganimizdek zakaz ishimiz bitmaydi, ko'ringlar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol zakaz berishlari mumkin bo'ladi. Jizzaxga, Sirdaryoga, Samarqandgacha dastavka ustunovka bor. Mana bu ekranda ko'rib turgan nomerlaring bizning nomer bo'ladi. Bizning videolardan o'g'irlab boshqalar foydalanishyapti ekan, o'shanga ehtiyot bo'lib qo'yasizlar. Baribir bu gapimizni ozroq kesib qo'yishaveryapti. Shuning uchun o'zimiz nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, assalomu alaykum, yana bir bor Jizzax Orom mebellar jamoasi yana bitta ustunovka joylarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Ishtixonmidi? Xo'p, Ishtixonga kelganmiz, xudo xolasa. Xonamizni ko'ringlar, mana shu xonaga nasib mebellarimizni terib, chiroyli qilib berib ketdik. Xo'sh, ey akalar, ukalar, opalar, singillar, через onlaynga o'tganmiz hamma. Sizlar ham onlaynda uringlar. Qachongacha kelib, yo'lkiraga tushib, endi radarga tushib ketasizlar. Mayli, somsigilan kelsa, bexijolat kelaveringlar, biz qarshiligimiz yo'q. Shunchaki demoqchi bo'lganimiz, vaqtingiz bor, boshqa narsangiz bor, chamangizni oling. Biz sizni majburlash yo'q. Hozir mana shu kelgan arondaqamiz uyimiz ham через onlayn internet orqali sotilgan. Xolajon, qanday allamabmizmi? Hammasi yaxshimi? Hech qanday allash yo'q, Bardar. Bizlarga juda ma'qul keldi. Hammasi yaxshimi? Dahshat, zo'r. O'zingiz ham ko'rsataveraymi? Ana, odamlar videoga tushishdan yo'ladi-da. Xo'sh, qaranglar, hamma narsasi bitta, ishimiz tugadi nasib. Mana hamma narsasini qo'yib berib ketdik. Xudo xolasa zakaz qilasiz. Jizzax mebel ishonchlikan axir? To'g'ri ishonchli. Bo'ldi, qarang. Mana sizga shkafchasi. Eshiklarni vakuumli qilib berganmiz, tortmalari. To'rtta tortma. Ruchkalar ikkita qo'yilgan, sababi kattaligi uchun ikkita. Zillar plasmas po'g'a ishlatilgan. Mana bu sariq lentacha, endi hamma narsada bor, hozir ko'rasizlar, bo'ladigan qo'yilgan, ikkita ruchkacha qo'yilgan, kelinimiz uchun stulchigi bor, ikkita mana bu yerda tumbuchkasi bor, qisqacha video obzor bo'lyapti. Sababi eng ko'p ketadigan mebelimiz mana shu bo'lib qoldi hozir. Ya'ni puli ham arzon, hamyonbop bo'lyapti. Yana ham hisob kitoblarni olasizlar. Bundan boshqacha tabiiy xolasa boshqachasidan ham bor. Mana shkafi. Shkaf uzunasiga 2.40 bo'ladi, balandligiga 2.15, 2.20 bo'ladi, plus minus 2 sm. Ichlari rovni 50 sm bo'ladi. Mana bu eshigini 1.6 sm bo'ladi eshigi. Bu hisoblanmaydi. Mana shuni o'zidan beriga 50 sm. Xolasangiz bundan ham kattasi bor. Pulni hisob kitobini qilsak, kattasidan ham qo'yib beraveramiz. Ichlarini ochamiz. Tepada shapka polkasi bor, vishelkamiz bor. Oshim-oshini qaranglar, sanaymiz. 1, 2, 3, 4 ta
Uchtasiga aldanib qolmanglar. Uchtasi ham bo'ladi. Endi mana bu eshingiz yopilsa sal qiyin bo'lib qoladi. Ko'ringlar, yaxshigina ochilib yopilyapti. Tagida ham ikkita tortmachasi bo'ladi. Mana bu o'rtasi, ya'ni kiyim taxlashga. 1 2 3. Xo'p, bunda ham oshmoshlar 3 tadan bo'ladi. Ichlarini ham ko'raverasizlar. Bu ham vakuumli qilingan. Endi qaranglar, oynalar charxlangan bo'ladi, qo'llarni kesib ketmaydi. Bitta plafon, ikkita plafon. Ana va kechqurunga svetelning vazifani bajarish uchun ikkita chekkasi bir xil, tagida tortmachasi ham bor. Mana bu sizga spalnisi bo'ladi. Spalnisi ekonom variantda xohlovchilar uchun matras xohlasangiz 800 mingdan 1 million 800 minggacha matras hisoblanadi. 1 yildan 3 yilgacha matrasga garantiya beriladi. Ko'ringlar, spalnini, mana sizga spalnini turi shu. Ranglardan salari ranglaridan bor. Erta bir adashmasanglar bir 2-3 kundan keyin xuddi shunaqa mebelimizni boshqacha rangidan ikkita zakaz olganmiz через onlayn. Uni ham nasib ko'rsatib o'tiramiz. Ranglardan muammo yo'q. Siz xohlagan rangni qilib beramiz. Ana berlarni ko'ringlar, tillacha, mana buni ranglaridan ham tanlov bor. Ichi pena. Xohlaysiz machalka, mana bu bosh tarafini allambaloni ko'chalardan qo'yib berib deb rasmini tashlab bersangiz, o'shanaqasini xudo xolasa yasab ham beramiz. Muammosi yo'q. Xo'sh, ana ko'ringlar, pullarni oldik, barakani qildik. Aka, rozimisiz? Salomat bo'ling. Yaxshilik kunlar xizmat qilsin. Telefon nomerlar pastda qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki ustonon xizmatlari mutlaqo bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda. 100 km, ana boring 150 kilometrdan erga kilometr bari hisoblanadi. Mashinamiz ham gazda yuradi akalar, bilasizlar, gaz metanda, hali ham benzin emas. Toshkentdan so'rashyapti, Ohangarondan so'rashyapti, Bukadan so'rashyapti, qolgan joylardan ham Angrendan so'rashyapti. U taraflarga ham dastlabki qilib beryapmiz. Pulni ozroqgina hisob-kitob bor, faqat nimaga qo'shiladi? Mashinani gazini puliga qo'shasiz faqat. Akam, opam, ukam, singlim o'shasini hisobini olib qo'yasiz. Bu taraf Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiygacha xudo xolasa dastlabki qilyapmiz. Jizzaxli mebelchi akalarimiz West Respublikani xudo xolasa mebel bilan ta'minlashga harakat qilamiz. Ko'ringlar, boya bitta akam Qoraqalpoqdan qilish, ukajon, o'zim mashina yuvatsam, bizga ham o'rtib berasanmi dedilar. Akajon, xudo xolasa sizga ham nasib qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarimiz qoldirganmiz 91 941 45 43 ga aloqaga chiqasizlar. Salomat bo'linglar.